choy tayyorlama, men shoshilyapman. Qara, ishga ketishingdan oldin akamga choy tayyorlab, keyin ketgin, xo'pmi? Mayli, yaxshi aytib oling. Kirmoqchimidingiz? Choy tayyorlab. Ichmayman choy. Adasi. Ukam, men ishim bor edi. Bugun ukamga yetmasam bo'lmaydi. Uydadir. Bekzod. Bekzod. Keldingizmi? Onamga tegib ketdingsan. Nimadimi? Otib o'tdi. Adasi, siz o'z vaqtida kelib qoldingiz. Akangiz menga yopishib ketdi. Nima qilishimni bilmadim, qo'rqib ketdim. Nima? Ukam, o'zi bugun